hozirgi videoda biza yana o'sha Zayot Town o'yinini o'ynaymiz. Bu o'yin kanalda yangi bo'lgani uchun like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Agar sizlar ham kanalda yangi bo'lsanglar, like bosib obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Xo'p, hozir qaraydigan bo'lsak, kichkinagina shaharchamiz va mana bu yerda ozgina stansiyalarimiz bor. Hozir vaqt pauza bo'lib turibdi. Endi esa o'yinni boshlaymiz. Mana oddiyroq. Ana. Xo'p, birinchi bo'lib mana bu yerda sal noqulaychilik bo'layotgan ekan. Nimaga? Lekin unchalik tushunmadim. O'zimiz shahrimizga qaytamiz va xo'p, hozircha odamlarga yashil nomli joylar ko'proq kerak. Ya'ni oddiygina uylar. Mana bu yergacha qilamiz. O'rtadan yo'l o'tkazib olsak bo'ladi. Ana bo'ldi. To'xtanglar. Uni ulab qo'ysak bo'ldi. O'rtadan nimadir hech kim uy qurishni boshlamadi, nimadir bo'lmadi. Xo'p, 703 kishidan iborat kichkina shaharchamiz bor. Yana ko'k mamlaq joydan ozgina qo'yamiz. Faqat bu yerda emas, mana bu yerga qo'yib ko'rsak. Va mana shu yerdan ham stansiyalar qurish boshlandi. Endi esa yana sariq mana bu yerdan uylar qurish boshlanadi. Tezroq quriladi. Va yana yangilanish keldi. U yangi joylar va 2000 soqqa berildi. Yaxshi, yomon emas. Shahar rivojlanishi unchalik asta ketmoqda. Taksi stansiyasimi bu? Yo'q, to'xtaylik, mana bu tomonga qo'yamiz. Va mana. Bu qurilguncha ozgina kutamiz va yana aholi uchun joy kerak. Albatta, yana nima ham bo'lishi mumkin? Mana qani qayerda edi? Mana. Bu yerdan mana bo'ldi. Endi o'rtadan yo'l o'tkazamiz bitta. Va bo'ldi. Taksi stansiyasi qurilmoqda. Va yana nimalar qilishimiz mumkin? Yangi yo'l. Bu yangi yo'lni qayerdan o'tkazishimiz mumkin? Qaraydigan bo'lsam, mana bu kichkinagina joyni olib tashlaymiz. To'xtaylar. Yo, nima bo'lyapti? Mayli. Shu yangi yo'ldan ham mana shu yerdan mana bu yergacha qurib qo'ysak bo'ladi. Xo'p. Qaraydigan bo'lsa, yana bunaqa oddiy yo'ldan mana bu yergacha qurib qo'yamiz va bo'ldi. Ovoz unchalik xira chiqmayotgan bo'lsa, yaxshi. Yana nima kerak? Ko'proq uy kerak. Lekin mana bu yerda qurib qo'ygan uy uchun joyimiz. Mayli, atrofini o'raymiz.
yana anaqa joy quramiz. To'xtanglar. Mana bunday qilamiz. Va o'rtadan yo'l o'tkazsak bo'ladi. Bo'ldi. Mana bu yerdan uylar qurilmayapti. Shu odammi? 3 pikselli odam. Yaxshi, shaharda 3 pikselli odamlar yashar ekan. Hali mana bu yerda katta daryolar, okeanlar bor. Nima ekan? Toshlar. Hali bu tomonlargacha ham o'tamiz, kuchaytiramiz shahrimizni. Ko'k joylardan ham yana ozginagina qurib qo'ysak. To'xtanglar. Hozircha kichkina politsiya amnaqasi quramiz. Politsiya mahkamasi quramiz. Yangi narsalardan 9000 kerak ekan. Hali bizda uncha pul yo'q. Soliqlarni oshiringlar desa, soliqlarni hali oshira olmaymiz. Bunaqa bog'dan bitta mana bu yerga qurib qo'ysak bo'lar ekan. Bu hozir telefon ustaxonasimi? Yaxshi. Aholi juda ham ko'payib vaqtda shu yerlardan juda ko'p musor chiqayotgan ekan. Musorlar yo'q. Mana shu yerga bitta bog' qurib qo'ysak, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Mana bunaqa energiyalardan, yashil energiyalardan ko'paytirishimiz kerak. Tezroq 9000 pul yig'sak bo'ladi. Mana shu yerga suv kerak ekan. Yaxshi. Endi esa mana bu yerdan suv o'tkazamiz. Va birdan oxirigacha qo'yib qo'ysak, yo'q. Bo'lmas ekan. Ana saqlanmoqda. Qaranglar, bu yerda qanaqadir yong'in bo'lib ekan. Mana buni olib borish kerak. Mana shu yerdan bitta stansiya qurishimiz kerak zudlik bilan. Tezroq qurilsa-chi, yaxshi. Bo'l. Oz qoldi. Yarmidan qochdi. Va mana. Yomg'ir yog'moqda, yaxshi. Bol. Bo'ldi. Lekin mana bu yerlar yonib mayli, mana sariq zonadan yana boshidan qo'yib chiqamiz. Olib tashlab mana sariq zonadan qurib qo'yamiz. Va yaxshi. Bu yerda qanaqadir zavod nimadir portlagan bo'lsa kerak.
Endi pul sal bo'lsa ham tezroq ishlanib ko'paymoqda. Nimaga mana bu yerlardan umuman uy o'tmagan? Yaxshi. Yana nima qo'shishimiz mumkin? 9000 pulimiz bo'lishiga oz qoldi. Va mana. Endi shaharda uzoqroqqa mana shuni qurib qo'ysak bo'ladi. Mana shu yerlarga bo'lsa kerak. Hop. Yana 2000 pul topganimizdan keyin yana bitta suv stansiyasi ochamiz. Bunaqa unchalik katta stansiya emas u endi. Bunaqa bitta suv baki. Endi esa bunday ulab qo'yamiz va bo'ldi. Bu yerdan qurildi. Mana bu yerda menimcha bayram. U yangi yutuq, qanaqa yutuq? Yana nima qurishimiz mumkin? Yashil bunaqa energetikalardan ko'paytirishimiz kerak. Bu yerdan bunday. To'xtaylik, mana bunday qilib qo'yamiz va bo'ldi. Va hozircha pulimiz umuman juda ham kam. Yaxshi, hozircha hammasi zo'r. Daraxtlar bor. Qanday go'zal bu olam. O'zimiz yangi birorta joy ochishimiz kerak. Nima ekan? Endi qiziq ishlanda. To'g'ri qo'ysak. Bo'ldi. Endi deymanda viloyatdan biron joyda yeb qolishsa, mana shunaqa tekshiruv moslamalarini qo'yamiz. Yaxshi, uylar, antenalar. Ko'proq hozircha mana bu nima ekan? Oho. Bu har xil katta uylar va shuni bitta qo'yib ko'ramiz. Mana pulimiz yetmas ekan. Yana nima muammo? Hozir qayeri mana shu yer bo'lsa yo'q qilamiz o'rniga birorta bundan qo'yishimiz kerak ekan 5000 pulga. Endi sunoliga qo'yilsa kerak. Bu yorug'lik nimadir ekan.
Mana bo'ldi. Manimcha bugunga yetadi. To'xtanglar. Halicha videoni tugatamizmi yoki tugatmay turamizmi? Mana elektr panellarni yana mana shu yerda yana ozgina pul kerak. 2800. Mana shu bilan qo'yganimizdan keyin yaxshiroq ishlaydi elektr energiyasi. Keyin yaxshiroq bo'ladi deb o'ylayman. Va mana bu yerda nimadir bo'layapti. E'tibor bermaymiz va mana shaharchamizni hop mana bu tomonini ko'tarib to'xtanglar. Tushirish kerak edi va bo'ladi. Bularni ancha vaqtda qilib chiqaman. Bo'lmasa bugungi video o'z nihoyasiga yetdi. Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar.